Yo, what's up? Salom Rizel, nima gap bo'ldi? Men aniq bu sportni yutaman. Men senga aniq aytaman. Hammaga salom sizlar bilan. Men Gambot va bugun biz Rizel bilan sport qildik. Ha, ishonasizlarmi? Butun Rizellar chetda turgan hamma Rizel menga balet qilyapti. Ha, ishonasizlarmi? Bu judayam ajoyib. Xo'p, sizlar ishonmaysizlar-da, to'g'ri. Lekin men sizlarga hozir hammasini tushuntirib beraman. Ha, biz mana shu Ritel bilan, hozir gaplashgan Ritelim bilan butun bir stak almasga bir soatda kesa olmaysan deyapti, topa olmaysan deyapti. Lekin men unga nabarot aytmayapman. Do'stim, men bir soatda bemalol bir stak almas topaman va mana biz mana shunaqa nima desak bo'ladi, ограждение qilib qo'ydik va bu yerda biz endi keyin u merda endi baribir va butun uyni menga beradi. Ha, ishonasizlarmi? Mana shu katta yerni menga beradi va keyin men katta uy quraman. Ha, bo'lmasam biz boshladik. Men tayyorman. Davay, taymeringni qo'y. 1 2 3 boshlandik. Bo'ldi, endi tezda qo'lamiz, keti. Xo'p, tezda qo'lamiz. Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Men yutalamanmi, yo'qmi? Xo'p, let's go. Bo'ldi, mana shunaqa qo'lab olamiz-da, qulay qilib o'zimizga qo'laymiz. Sabab farqi nima? Hozir shoshilmadik, baribir bir soatda men bemalol bir stak almas topaman. Xo'p, let's go. Zinachalar qilib tushamiz, sabab boshqa yo'l ham yo'qda. Davay, lesinsa qilib tushamiz. Ha, lesinsa qilib qo'lam bor, Ritel. Xo'p, mayli, biz hech narsaga kelishmadik. Davay. Bo'ldi, bo'yicha qo'laveramiz. Keti. Mana. Ha. Shaxta topdim. What the hell? Katta Ritel. Hey, mer, men sen prank qilishingni bildim o'zi. Nimagadir ko'nglim his qilyapti. Mer ham biladi, men zo'r olmas topishim. Nimaga sen o'zingcha katta Ritel qo'ymani qo'rqitmoqchimiding? Hech narsadan qo'rqqanim yo'q, Ritel. Mer aldoqchi. Menga tezda bo'ldi, to'xtatamiz. Butun nimani to'xtatamiz challenge'ni. Va sen meni ustimdan kulmoqchiding-da. Shunday qilib mer baqa tushdi. Mana ko'ryapsanmi? Judayam katta Ritel. Va men uni nima qilaman? Men bilmayman, to'g'risi. Mana ko'rishing mumkin, ishonmayotgan bo'lsang. Nimaga meni vaqtimni yo'qotding-a? Bo'ldi, sen bilan hali gaplashamiz. Hozir men politsiya chaqiraman. Polniy hamma yo'da ko'laydi. Yo, даже do'stimni chaqiraman. Mana shu polniy ko'la beradi-da. Seni osongina yutganimni tan oldirtiraman va sen menga mana shu butun yerni berasan. Undan oldin ko'lab olamiz, hamma yo'ni to'g'rilab joyiga qo'yib olamiz. Hech qanaqa politsiyaga telefon qilmay tur. Ekskavatorda kelib hamma yo'da ko'la beradi. Yo'q, buni ichlar spor va boshqa tomonga o'zgarib ketdi. Voyda, meni telefonim qayerda edi endi? Va yo'qotib qo'yibman shekilli qo'layotganini telefonimni. What the hell? Ritel mer qani? What? Yoshkin Matryoshkin. Nima qilyapti bu Ritel? Salom. Iltimos, meni qutqar. Ritel, sizlar bilasizlarmi mer qani? Nima bo'ldi batda? Yo'q, bilmaymiz, to'g'risi, kapot, to'g'risi. What the hell? Nima bo'lyapti? Voyda. Mer qani? Chiqarib yubor, iltimos, keyin senga meringni beraman. Ha, bo'ldi, xo'p. Menga hujum qilmaysanmi? Yo'q, albatta. Xo'p, mayli. Unda yordam bersak, beramiz, ko'la beraylik. Voy, gigant Ritel obunachilar yonida turish уже qoch, mishat qilma. Boshing bilan jildirmay tur, hamma yo'ni buzib tashlaysan hozir. Mashina ko'lasang, menimcha yetadi. Ha, chiqib ko'rchi hozir, chiqib ko'r. Yetmayapti. Iltimos, kattaroq qo'la. Xo'p. Hozir senga kattaroq qilib ko'la beramiz. Mana shu yerni ko'laymiz, obunachilar. Let's go. Endi chiqsang kerak, katta ehtimol bilan. Ha, shunaqa ham bo'lsa kerak. Chiq, eplab. Blin. Chiq. Jicha qol. Davay.
Mana bo'ldi. Voy qoch, qani jitilni bosib qo'yasan. Qoch. O, salom, isming nima? Gappon. Stop, men tanishmizmi? Meni ismimni taniysan? Yo'q, hozir jitillardan eshitib oldim. Ha, bo'pti. Sen batda nima qilyapsan? Va biz oddiy shaxta qo'layotgandik va seni topib oldik. Kod degansan. Men seni oddiy maket deb o'yladim, lekin sen haqiqiy odam va jitil ekansan. Ha, meni do'stlarim bor edi. Bir ikkita jitillar katta. Va biz butun dunyoni boshqarardik. Va menimcha 200 yo'q. 300 yil oldin men uxlab qoldim. Ha, keyin esa men shu yerdaman. Xullas, menga do'stlarimni topib ber, iltimos. Men işte 8 yildan beri yashayman. Bu qishloq uzog'i 10 yildan beri bor. Va sen 250 yil oldin shetda bo'lgansan. Va qayerda 250 yilga oldingi do'stlaringni topishimiz kerak. To'g'rimi? Albatta. Xo'p, to'xta. Unda biz kodda seni qishlog'ingga borishimiz mumkin. Faqat qayerda yashaysan? Ha, qoch. Meni bosib ketma endi. Ha, mayli. Hozir men senga ko'rsataman. To'xtab tur, unda men narsalarimni shunday yig'ishtirib chiqaydi. Keyin biz boramiz. Bosib olma uyimni bosib olma. Uyim, qoch, uyim buzilib ketadi. Sen 200 yoshli jitilni ko'tararmidi? Men hozir narsalarimni yig'ishtiraman-da, seni o'zingni uyingga olib borib qo'yaman. Siqilma, bo'ldi, ketdik. Bunachilar, men rostdan shokdaman. Rostdan juda ham qiziq joyga boramiz hozir va har kuni ham bunaqa ko'rolmaysizlar-da, to'g'risini aytay. Har kuni ham bunaqa narsa ko'rolmaysizlar. Va shu shokdaman men. To'g'risi kallam qisib ketyapti. Qayerdan bu paydo bo'ldi? Nima qilyapti va nimaga bu botda? To'g'risi men bilmayman. Ketdik. Ha, ketdik. Hop, ketdi. Orqasidan o'nachilar bo'ldi. Mana keldik. Xudoga shukr, 250 yil o'tib ketgandek bo'ldi. Vahshiy shokdaman men. Obunachilar, endi biza bu shkatulkami? Ha, menimcha katta shkatulka. Bu shkatulka emas, bu pechka. Uyimga kir, mana eshik bor. What the hell, bro? Bo'ldi, xo'p, kiramiz. Let's go. Uyini ko'rsatasan degan umiddaman. Tezda kiramiz. Let's go. Xo'p, what the hell? Obunachilar, u yer juda ham katta-yu. Oho, stullar. Wow. Xolodilnikka ketdi, sirada qonni ochib ketgandir-da. Ovqat yeysanmi? Ha, albatta. Menimcha 250 yil bo'ldi shekilli ovqat yemaganimga. Wow, mazza. Bu steykni qaranglar, bunachilar, bir meni nima desam bo'ladi, mendan 10 ta keladigan steyk bo'lsa kerak. Xo'p, mayli. Xo'p, nima stolga kel, stolga. Xo'p. Lekin men chiqolmasam kerak, uni baqirib gaplashishga to'g'ri kelyapti obunachilar. Mayli. Mana shu lesinsa bor ekan, shuni chiqib olamiz. Va menimcha men tarelkasidan ham kichkina bo'lsam kerak. Katta ehtimol bilan shunaqa ham. Men o'ylaganimdek vilkasida ham kichkinaman. Qaramasam tarelkangga sig'yapman hisob. Mayli, yeb olamiz. Menimcha buni yana 10 yil yesam kerak. Shu ovqatni juda ham katta-da. Xo'p, olma. Mangami? Ha, senga olma. Buni yana 10 yil yeymiz. Mikrovolnovka, bu juda ham chiroyli ekan, men unchalik chiroyli deb o'ylamadim. Stoldan hamma ko'rinyapti. Xo'p, endi qanday qilib tushib olish kerak va bu uncha katta problema bo'ladi degan, bo'lmaydi degan umiddaman va mana tushib oldik. O'zingni xonang bormi? Ha, albatta. Yurishga boramiz.
bitta xonada o'tirish bu zerikarli-yu. Ha, albatta. Yo'l ko'rsataman. Xo'p. Yo, obunachilar, mana keldik. Bu yer juda ham katta. Xo'p, mayli. Hech narsa vahim emas. Bu yerga menimcha bir 40 minutcha bordi shekilli. Xo'p, endi tepaga chiqamiz stolga. Xo'p, bu yerda kreslo bor ekan. Endi biz shunday tepaga chiqib olamiz. Let's go. Mana televizorni pulti ham bor ekan obunachilar. Wow, men boshqa kanaldagi olishim ham mumkin. De. Mazami? Ha, albatta. Hop. Lekin bugun ketishing kerak, chunki men do'stlarimni chaqirdim va qachondir albatta yana ko'rishamiz. Xudo xohlasa yaqin kunlarda kelaman. Sizlarni qishloqlaringga o'zing bilan bir suhbatlashib ketamiz. Ha, albatta. Bo'lmasam men bo'pti. Men uyimga borgunimgacha o'zi sen qarab qolsang kerak. Bo'pti, Jitel. Yana bir marta rahmat uyini ko'rsatganing uchun. Akkuratni tushib olamiz. Obunachilar, bu rostdan judayam bunaqa narsa kanalimda bo'lmadi va bugun bo'lgan narsa meni miyamga haligacha sig'mayapti. Men oddiy shaxta ko'layotgandim va katta gigant Jitelni o'zimni qishlog'imga tayinlab topib oldim. Sizlar bilan man kompyuterda bo'lmasam bo'pti.